Qolaylaştırılgan iman yürüşteki 5. kısım ahiret gününü biliş. Abturi Şeyh Muhammed El-Cibali. 2. bab terildiriliş ve toplanış. Halak kılınış günü. Kıyamet günü bu dünyanın tamamen halak kılınışı bilen başlandı. Allah Subhanahu ve Teala şundak deydi. Tercümesi: Allah'a koşup başka bir ilahka ibadet kılma. Allah'tan başka ibadetke layık hiç ilah yoktur. Allah'ın yüzüden başka bağırlık nersiler yok oludu. Hüküm fakat Allah'a khastır. Sile Allah'ın dergahıga kaytırlısılar. Sure Kasas 88. ayet. Bağırlık canlıklarının ölüşü. Bir perişte Allah Subhanahu ve Teala'nın buyruğu bilen surunu çağıran aman bu dünyanın umumyüzlük halak boluşu başlandı. Allah Subhanahu ve Teala şundak deydi. Tercümesi: Sur çelinganda asmanlardaki ve zemindeki Allah halıgandan başka mahlukatlarının hemmesi ölüdü. Sure Zümer 68. ayet. Sur çelingandan kiyinki umumyüzlük ölüştün kimlerinin aman kalıdığanlığı bizge bildirilmegen. Bazı ölümalar bula yani umumyüzlük ölüştün müstesna kağallarının sur çalgıcı periştigi okşaş bazı periştilerini ve bazı cennet ehlini öz içige alıdığanlığını aytgan. Allah Subhanahu ve Teala en yaxşı bilgüçüdür. Abu Sa'id el-Khudri radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundak degenlikin rivayet kıygan. Tercümesi: Sur sahibi surni igızık elip boğan, buyruqның qaçan kelidiganligini kütüp, beşini egip, kulaq silip tuğan tursa, men qandaqım amin bola alayman. İmam Ahmed, İmam Tirmizi ve başkalar toplagan. Şeyh Albani Es-Sahiha 1079. numarda sahih deb bahalagan. Bu hadis bizning mu hergiz kıyametten gaflet kalmasligimiz kerakligini ko'rsatdi. Aksicha biz her vakit Allah Subhanahu ve Teala'ga itaat qilib, qiyomatning boshlanish signali bo'lgan surning biz hayot vaqtida chelinib qilishiga qarata tayyorlik oldida turishimiz kerak. Kainatning qaytadan terildirilishi. Shu surdan keyin zimin tüp-tüz qilindi. Tağla leylep yürgen köçmü kumga aylandi. Şundaqla barcha kainatda alem şumul özgürişler yüz berdi. Allah Subhanahu ve Teala şundaq deydi. Tercümesi: Ula senden tağla doğruluk, yani tağның akıbetinin qandaq boladiganlıq doğruluk soraydı. Aytqin ki, Rabbim ularni hukm talqan qılıdı. Andın şamalını əvətib onu soruydu. Ularni tüzlənlikə aylandırdı. O yerlerde ne çonqurluqni, ne egizlikni görmeysen. Sure Taha 105'ten 107. ayetkice. Allah Subhanahu ve Teala şundaq deydi. Tercümesi: Günning nuru öçken çağda, yulduzlar tökülgen çağda, tağla gumran boğan çağda, boğaz tügile taşlı itilgen çağda, yavayı hayvanlar toplangan çağda, denizler ot bolup lavıldıgan çağda, canlar öz kayaşlarına koşulgan çağda, terik kömü itilgen kızdan sen kaysı günah bilen öldürüldün dep soralgan çağda, namı amallar içilgan çağda, asman içilip taşlangan çağda, devzeh kızıtılgan çağda, cennet takvadarlığa yakınlaştırılgan çağda, her adam özünün kılgan yaxşı yaman işlerini bildi. Sure Tekvir 1. ayetten 14. ayetkice. Allah Subhanahu ve Teala şundaq deydi. Tercümesi: Asman yerilgan çağda,
yulduzlar tökülgen çağda, dengizlar bir-biriga qo'shilgan çağda, qabrlar osti-usti qilingan, ya'ni o'liklar chiqarilgan çağda, her odam ilgari keyin qilgan ishlarining hammasini biladi. Sura Infitor 1-oyatdan 5-oyatgacha. Yuqorqi oyatlarda bayon qilingan bu voqealar biz shahid bo'lgan yoki xabarlarda ko'rgan yer tavrash, yanar tog'ning portlashi, quyun, qari bo'ron degandek har qanday ofatdanmi ko'p ig'irdir. Biz ko'rgan nisbatan kichik ofatlar qiyomatda yuz beradigan texmi cho'ng ofatni esimizga selishi va shu orqali bizning hamma ishni tizginlab turadigan Alloh subhanahu va taologa itoat qilishimizga turtki bo'lish kerak. Qayta yaratilish. Bu dunyoning qayta yaratilishi. Alloh subhanahu va taolo koinotni ve onun insi jin, hayvanat qatorliqlardan tarkib topgan aholisini halok qilgandan keyin osmon zaminning o'rniga yangi osmon zamin yaratdi. Allah subhanahu wa ta'ala shundoq deydi. Tarjimasi: u kunda zaminmi boshqa bir zaminga, osmonlarmi boshqa bir osmonlarga aylanadi. Ular, ya'ni bütün haloyiq qabrlardan chiqib, yegona qudratlik Allah'ın dergahida, yani mahşergahda hazır buludu. Sure İbrahim 48. ayet. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Biz hazır bildiğin bu ziminin ornağa fevkalade, keng, tamamen tüptüz, üstüde hiç nesi yok yeni zimin almıştırıldı. Sahl ibn Sa'id radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundak degenlikini rivayet qilgan. Tercimesi: Qiyomat kuni insonlar oq unda yugurilgan xemirga o'xshash seriqqa moyil oq ranglik ziminga to'plandi. Uningda tog' yoki shuningga o'xshagan hech qanday belgilar bo'lmaydi. Ya'ni tamamen tüp-tüz bo'ladi. İmam Buxoriy va İmam Muslim to'plagan. Terildirilish. Birinchi qitimliq sur chelingandan keyin sur yana ikkinchi qitim chelindi. Ana shu chaqda barliq kishilar qayta terildirildi. Alloh subhanahu va taolo shundoq deydi. Tarjimasi: sur chelinganda osmonlardagi va zimindagi Allah xoligandan boshqa mahluqotlarning hammasi o'lidi. Ondan sur ikkinchi qitim chelinganda nagahan ular turib, nimaga buyurildiganligiga qarab turdi. Sura Zumar 68. oyat. İkinci qitimliq sur bilan birinchi qitimliq surning oralig'ida 40 uzun vaqt birligi bor. Biz bu vaqt birligining oymi, yilmi nima ekanligini bilmaymiz. Abu Hurayra radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundak degenlikini rivayet qilgan. Tercümesi: İki surning arasida 40 vaqt birligi bor. Ondan Allah subhanahu va taolo osmondan yomg'ir yog'dirdi. Shuning bilan ular, ya'ni insonlar xuddi o't yashdek unib chiqdi. İmam Buxoriy, İmam Muslim va boshqalar to'plagan. İki sur arasida yog'adigan bu yomg'ir shabnamga o'xshash yengil bo'ladi. İbn Umar radiyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin shundoq deganligini rivayet qilgan. Tercimesi: sur birinchi qitim chelinadi da kishilarning hammasi o'lidi. Ondan Allah subhanahu va taolo shabnamga o'xshash yomg'irni avatib, u orqali kishilarning jasadlarini xuddi o'simliklarni o'stirgandek o'stirdi. Ondan sur yana bir qitim chelindi-da, kishilar o'r turg'unicha atrofga qarishidi. İmam Muslim to'plagan. Kishilarning qayta terildirilishi ularning quyruq so'ngidan boshlanadi. Bu kichikkina so'ngak xuddi uruqqa o'xshash rol o'ynaydi. Ya'ni biz hammamiz xuddi o'simlik uruqdan o'nib chiqqandek
aç so'ngakdan unib chiqamiz. Bu qayta yaratish bizning tunji qitimliq yaratilishimizdan naqadar farqli. Bu bizga Allah subhanahu va taolaning cheksiz qudrati va hikmatini ko'rsatib berdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: tuproq odam bolasining quyruq so'ngakdan boshqa hamma yerini yeb ketadi. Ya'ni chiritib ketadi. Odam bolasi dastlabda shuningdan yaratilgan edi. Ya'ni shuningdan shakllantirildi. İmam Buxoriy, İmam Muslim va boshqalar to'plagan. Allah subhanahu va taolo qadimqi yoki yaqin zamondagi qari yoki yosh holatida o'lgan, tuproqqa dafn qilingan yoki dengizda lahanglarga, cho'llarda yirtqichlarga yem bo'lib ketgan jami insonni terildirdi. Allah subhanahu va taolo hech kimni unutib qolmaydi yoki nazardan saqit qilib o'tmaydi. Allah subhanahu wa taolo shundoq deydi. Tarjimasi: qayerda bo'lmanglar, qiyomat kuni Allah hammanglarni hisob elish uchun yig'idi. Allah haqiqatan hamma narsaga qodirdir. Sura Baqara 148-oyat. O'liklar qabrlaridan asli holati va badani bilan turg'izildi va uningga qaytadan hayotlik ato qilindi. Mana bu qayta terildirish deb ataladi. Allah subhanahu va taolo shundoq deydi. Tarjimasi: qiyomat kuni bilan qasamki, o'zini malomat qilg'uchi nafs bilan qasamki, sizlar cho'qim terildirsizlar. Sizlardan cho'qim hisob ilindi. İnson, ya'ni kafir, bizni o'zining chirib tarqilib ketgan so'ngaklarini jam'i qilolmaydi deb gumon qilamdi. Undaq emas. Ya'ni uning so'ngaklarini jam'i qilamiz. Uning eng inchga, eng nozik bo'lgan barmoq uchillarini asliga keltira olamiz. Sura Qiyomat 1-oyatdan 4-oyatgacha. Ba'zi ulamolar yuqoridagi oyatda barmoq uchining tilga ilinishidagi sabab insonlarning barmoq izining favqulodda xoslikqa ega ekanligidandir deb qaraydi. Va ba'zi ulamolar barmoqning to'limi murakkab qurilmaga va ko'plagan so'ngaklarga ega ekanligi sababli deb qaraydi. Vallohu a'lam. Eng to'g'risini bilguchi Allah subhanahu va taolodir. Allah subhanahu va taolo yana shundoq deydi. Tarjimasi: inson o'zini bekor qo'yib berildi, ya'ni shariat ishlariga taklif qilinmay, mayliga qo'yib etilgan hayvonga o'xshash deb o'ylamdi. U bachidonlarga to'kiladigan ojiz mani emasmidi? Ondan u lahti qon bo'ldi. Ondan Allah uni chiroyli shaklda yaratdi. U manidan ayol ikki tipni yaratdi. U, ya'ni yuqoridagi ishlarni qila olgan Allah o'liklarni terildirishga qodir emasmi? Sura Qiyomat 36-oyatdan 40-oyatgacha. Tunji bo'lib qabrisidan turg'izilgan kishi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: men qiyomat kuni odam bolalarining sayyidi bo'laman. Shundaqla men qabrisi tunji bo'lib yerildigan va shafaati tunji bo'lib qabul qilinadigan kishi bo'laman. İmam Muslim va İmam Abu Davud to'plagan. Kafirlar bo'lsa terildirilgan hamon aloqazodi bo'lib qattiq tashvishga tushdi. Ular o'zlarining qayta terilishini inkor qilganligining o'zlariga qarshi hujjat bo'lib qolganligini va o'zlarining davzax azobiga duchor bo'ladiganligini tonib yetdi. Allah subhanahu va taolo shundoq deydi. Tarjimasi: sur chelingan hamon ular qabrlaridan chiqib Rabbi tarafga yugurdi. Ular voy iset,
bizni uxlayotgan yerimizdan, ya'ni qabrimizdan kim uyg'otdi deydi. Ularga javoban, mehribon Allohning va'da qilgani mushkun. Payg'ambarlar rost aytgan deyiladi. Sura Yasin 51-52 oyatlar. Allah subhanahu va taala o'z qudratini namoyon qiladi. Kishilar terildirilib bo'lgandan keyin beshiga kelgan ishlar sababli qattiq iztirob chekib, qo'rqinish ichida qoladi. Allah subhanahu va taala shunday deydi. Tarjimasi: u kunda sur chelinadi. Allah xohlaganlardan, ya'ni farishtalar, payg'ambarlar va shahidlardan boshqa osmonlardagi va zamindagi hammani qo'rqinish bosadi. Hamma Allohga bo'ysungan holda keladi. Sura Naml 87-oyat. Allah subhanahu va taolaning katta qudrati va hukmronligini namoyon qilishi bilan insonlardagi bu qo'rqinch texmi kuchaydi. Allah subhanahu va taolo zaminni changaliga oladi va osmonlarni o'ng qo'lida qatlaydi. Izohat: biz Allah subhanahu va taolaning bu xil sifatlarini cho'qim maxluqotninkiga o'xshatib olmasdan va Allah subhanahu va taolaning shu ishni qilish holatini tasavvur qilmasdan qabul qilishimiz kerak. Bu mazmun mazkur yurishlik o'qishliklarimizning birinchi qismi bo'lgan Allohni bilish kitobida tafsili bayon qilingan. Izohat tugdi. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: ular Allohni haqiqiy ravishda tanimadi. Qiyomat kuni zamin butunlay Allohning changalida bo'ladi. Osmonlar Allohning o'ng qo'lida qatlanib turdi. Allah ular, ya'ni mushriklarning shirk keltirgan narsalardan pokdir va ustundir. Sura Zumar 67-oyat. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Allah qiyomat kuni zaminni changallaydi va osmonlarni o'ng qo'lida qatlaydi. Andin men podshohdirman, zaminning podshohlari qani? Jabbar, ya'ni zolim hukmdorlar qani? Mutakabbirlar qani? deydi. İmam Buxoriy, İmam Muslim va boshqalar to'plagan. Biz tövende qiyomat kunidagi shu zilzillikning voqealaridan keyin mu'minlarning tizla qo'rqinishdan amin bo'lib, qalbini xotirjamlik egallaydiganligini bayon qilamiz. Cho'ng to'planish. Hech kim qochib qutula olmaydi. Her bir insan qabrisidan chiqarilgandan keyin istisnosiz holda hammasi birdek oxirgi hisob uchun mahshargohga to'planadi. Bir chaqirg'uchi nido qiladi-da, barliq kishilar tezlikda mahshargohga qarab mangadi. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: bu kunda kishilar mahshargohga da'vat qilg'uchiga ergishadi. Qing'ir ketmaydi. Ar-Rahmanning ulug'ligi va haybatidan qo'rqib, barliq ovozlar besqidi. Pichirlashgandan boshqani anglamaysan. Bu kunda Ar-Rahman izni bergan va so'zidan rozi bo'lgan odamning shafaatidan boshqa hech qanday shafaat foyda bermaydi. Allah ularning oldidikini va keyindikini biladi. Ular bo'lsa uni bilmaydi. Gunohkorlar maxluqotni idora qilib turg'ichi mangu hayot Allohga egiladi. Allohga shirik keltirganlar shaksiz ziyon tortadi. Sura Toha 108-oyatdan 111-oyatgacha. Jami inson istisnosiz holda mahshargohga qarab saldek oqidi. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: u kunda, ya'ni qiyomat kunida biz tog'larni yo'q qilamiz. Zaminni ochiq tüp-tüz ko'rsan, ya'ni uni to'sib turadigan tog', daraxt, binolar bo'lmaydi. Ularni
ya'ni insonlarni mahshargohga yig'imiz. Ulardan bir kishini mu qoldirib qo'ymaymiz. Sura Kahf 47-oyat. İnsanlar mahshargohga yalang'och holatda to'planadi. Kishilar qiyomatda o'lgan chog'da kiygan kiyim bilan terildiriladi. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: haqiqatan meyit o'lgan chog'dagi kiyim bilan terildiriladi. İmam Abu Davud, İmam İbn Hibban va boshqalar to'plagan. Shayx Albani as-Sahiha 1671-nomerda sahih deb baholagan. Lekin arqadan bu kiyim uchimizdan saldirilib, biz mahshargohga yalang'och, xatnisiz va yalang oyoq holatda to'planamiz. Mu'minlarning onasi Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam insonlar qiyomat kuni yalang oyoq, yalang'och, xatnisiz holatda terildiriladi deganda, Aisha radhiyallohu anha tashvishlangunicha: "Ya Rasululloh, ayollar bir yerga to'planib, bir-biriga qarishib turamdi?" deb so'ragan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buning javoban: "Ey Aisha, ahvol shu darajalik shiddatlik bo'ladi-ki, kishilarning bir-biriga qarag'idek hafsilisi bo'lmaydi" degan. İmam Buxoriy, İmam Muslim va boshqalar to'plagan. Ondan İbrahim alayhissalomdan boshlab mu'minlarga kiyim kiygizildi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: qiyomat kuni kiyim kiygizildiganlarning tunjisi İbrahim alayhissalomdir. İmam Buxoriy, İmam Muslim va boshqalar to'plagan. Bu İbrahim alayhissalomning kiyim-kechaklari selinib, o'tqa tashlanganligiga berilgan mukofot bo'lishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo eng yaxshi bilguchidir. Quyoshning yaqinlashtirilishi. Qiyomat kunidagi ahvolning shu darajada shiddatli bo'lishi qo'shilib, quyoshmu kishilarga intayin yaqin akilinadi-da, kishilar o'z tarlariga cho'mib ketadi. Miqdad radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: qiyomat kuni quyosh maxluqotga 1 mil oraliqda yaqin qilindi. Kishilar amallariga qarab tarlaydi. Ularning ba'zilarining tari ho'shqigacha, ba'zilarining tizig'icha, ba'zilarining beligicha keladi. Ba'zilarining ig'izlariga terden yügen selindi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'li bilan ig'ziga ishorat qildi. İmam Muslim va İmam Tirmizi to'plagan. Bu dunyoda quyosh bizdan necha million mil yiroqlikda bo'lsa-mu, yoz kunlarida issiqdan yorlanish va o'lib ketish ahvollari ko'rilib turdi. Shuni tasavvur qilib beqing. Quyosh baş üstümüzge ekilip koyulsa ve bizning öz amellarimizden başka hiçbir daldalangıdek nersimiz bo'lmasa, en şu çağda günahkarlarının qaysi derecede bir aram bo'ladiganligini tasvirlashga til ojizlik qiladi. Yani kelib bu xil bir aramchilik intayin uzun yillar davomlashadi. Allah subhanahu va taoloning bizni aşı kündeki külpetten qutuldirishini tilaymiz. Amin. Toplanışning davomlashish muddati. Ahiret günüdeki terildirilish, toplanish ve hesap ilinish qatorliqlar qo'shilib, bu kunning muddati dunyodagi vaqt o'lchimi bo'yicha hisoblaganda favqulodda uzun bo'ladi. Texmi aniqroq qilib aytganda, qiyomat kuni bu dünya vaqtiga selishtirganda 50 ming yilga barobardir. Bu vaqtda Alloh subhanahu va taolo shundoq deydi. Tarjimasi: farishtalar va ruh, ya'ni Jibril Allohga shundoq bir kunda o'rlaydiki, uning uzunligi 50 ming yil keladi. Sura Ma'arij 4-oyat.
Halbuki qiyomat kuni mu'minlar uchun u darajada uzun tuyulib ketmasdan, aksicha to'limi qisqa tuyuladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Yawma yaqumun nasu li robbil alamin." Tercümesi, o günde insanlar alemlerinin Rabbinin huzurunda tik durdu. Sure Mutaffifin 6. ayet. Digen ayetini okup andın şundak digen. Tercümesi, kıyamet günüdeki turuş muddeti 50 bin yılga baravar keladigan aş günning yerimichilik, yani 25 bin yıl boludu. Lekin bu mu'minlar uchun osonlashtirilib, kun o'ltirishga boshlagandan kun to'liq petib bo'g'ichi bo'lgan arliqchiliklar tuyuladi. İmam Abu Ya'la ve İmam İbn Hibban toplagan. Şeyh Albani Sahih Targ'ib ve Tarhib 3589 numarada sahih deb baholagan. Toplanish jarayonidagi mu'minlarning ahvoli. Yuqorida biz toplanish muddatining mu'minlarga qisqa tuyuldiganligini bayon qildik. Buningdan sirt, mu'minlar yana shu kundagi mushkulat va dishvorchiliklardan qutuladigan nurg'un imtiyozlarga ega bo'ladi. Biz tövende mushu imtiyozlardan bir qanchini bayon qilamiz. Mu'minlar u kundagi cho'ng qo'rqinishdan amin bo'ladi. Qiyomat kuni ba'zilarga eng zo'r xo'sh xabar berilsa, yana ba'zilarga eng yomon xabar berildi. Bu va shu kundagi boshqa zo'r voqealar qo'shilib, eng jasur kishilarning yuragiga qo'rqinish soladi. Halbuki Allah subhanahu va taala afu qilishni va'da qilgan taqvodorlar bu zo'r qo'rqinishdan amin bo'ladi. Allah subhanahu va taala shunday deydi. Biz tarafdan berilgan baxt, saodatga tegishli bo'lganlar, ya'ni taat ibodatga tavfiq berilib, to'g'ri yo'lda ibodat qilgan saodatman bandalar do'zaxdan yiroq qilindi. Ular do'zaxning shayabisini anglamaydi. Ko'ngli tartgan nozid ne'matlar ichida mangu qoladi. Cho'ng qo'rqinch, ya'ni qiyomatning dahshati ularni qayg'uga solmaydi. Farishtalar Allah sizlarga va'da qilgan kun mushu deb ularni jannatning darvozalari oldida qarshi oladi. Sura Anbiya 101, 102, 103 oyatlar. Mu'minlar Allah subhanahu va taolaning arshining ostida soyida tiladi. Qiyomat kunidagi to'planish va hisob ilinish jarayonida taqvodorlar Allah subhanahu va taolaning arshining ostida shu kundagi issiqdan soyida tiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tercümesi, Allah'ın sayisinden başka hiç qandaq sayı yok günde Allah öz sayisi alıdığan 7 türlü kişi var. Birinci, adil imam, yani hükümdar. İkinci, Allah'ın ibadetinde ösüp yetilgen yaş. Üçüncü, kalbi Allah'ın mescidine bağlanğan kişi. Dördüncü, Allah yolunda birbirini yaxşı görüşüp, Allah üçün bir yerge kelgen ve Allah üçün ayrılgan iki kişi. Beşinci, mertebelik, çıraylık ayal özüge çağırsa, men Allah'tan korkumen dep onu red kıygan kişi. Altıncı, on kolunun bergenini sol kolu bilmey qağıdak derecede mahbi sadık bergen kişi. Yedinci, hali cayda Allah'ını əslep yaş dökken kişi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu hadisni İmam Bukhari ve İmam Muslim toplagan. Bu hadis hakkında mundaq iki muhim noktani ta'kidlash zarur. Birinci, bu hadisde her xil taqvodor erlarning sifatlari bayon qilingan bo'lsa-mu, bu öz navbatida
aşkıl süpetki ege barlıq ayol müminlerini öz içige alıdı. Mesela Allah Subhanahu ve Taala'nın ibadetinde öz bitilgen yaş kızcak mı? Allah Subhanahu ve Taala'nın sayesinde sayıdıtıldıgan kişiler katarıdı buludu. Hadiste bayan kılıngan başka süpetlerini hazırlagan müminler mi? Şununla okşaş. İkinci, salih musulmonlar yuqoridagi 7 türlük süpetning bir qanchisini bir vaqtda o'zida hazırlagan bo'lishi mumkin. Ammo biz buninglik bilan qanoat qilib qolmay, yuqoridagi süpetlarning hammasini vujudimizda mujassamlashga tirishishimiz. Ya'ni Allah Subhanahu va Taologa ibodat qilishga hevrisman bo'lishimiz. Birovni yaxshi musulmon ekanligi va bizni yaxshilikqa boshlaganligi uchun Allah Subhanahu va Taoloning roziligini ko'zlagan holda yaxshi ko'rishimiz. Ba'zida Allah Subhanahu va Taologa bo'lgan muhabbat, umid yoki qo'rqinish sababli yig'ilishimiz, sexiylik bilan sadaqa berishimiz, ota-ona, o'qituvchi, xo'jayin degandek sifatlarda bo'lsak, qo'l ostimizdagilarga adil va taqvodorlik bilan muomala qilishimiz kerak. Shundaqla Ka'b ibn Amir radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: kim qiyinchilikda qolgan kishiga qarz qaytarish jihatda osonlik yaratib bersa yoki uningdan qarzni olmay o'tib etsa, Allah Subhanahu wa Taala uni o'zining soyasida soyiditidu. İmam Muslim to'plagan. Mu'minlar u kunda mushkulotdan xalos qilindi. Qiyomat kuni dunyo hayotida boshqa mu'minlarga yaxshi, muloyim muomala qilgan mu'minlarga yaxshi muomala qilindi. Va ular shu kundagi dishvorchiliklardan xalos qilindi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: kimki bir mu'mindan dunyoning qiyinchiliklaridan bir qiyinchilikni ko'tarib olsa, Allohmu uningdan qiyomat kunining qiyinchiliklaridan bir qiyinchilikni ko'tarib o'tadi. Kimki qiyinchilikqa uchrag'uchining qiyinchiligini osonlashtirib bersa, Allohmu uning ishlarini dunyo va oxiratda osonlashtirib berdi. Kimki bir musulmonning aybini yapsa, Allohmu uning aybini dunyo va oxiratda yapadi. Bende birodariga yordam dili bo'lsa, Allohmu u bendining yordamida bo'ladi. İmam Muslim to'plagan. Biz musulmon birodarlarimizga va hamshirlarimizga yordam qilishga kuchishimiz. Shundaqla birovning o'z uchun yaxshi ko'rganni qarindish uchunmi yaxshi ko'rmagicha haqiqiy iymon etgan bo'lmaydiganligini es tutishimiz lozim. Allah Subhanahu va Taoloning yo'lida jihad qilganlarning yarisidan chiqqan qon u kuni miski ambardek puraydi. Odatda qonning puriqi kishini bearam qiladi. Shundaqla bu xil badbo'y puroq vaqt o'tgan sari kuchaydi. Halbuki Allah Subhanahu va Taoloning yo'lida jihad qilganlarning badanidagi yaraning alohida xususiyatlari bor. Qiyomat kuni bu yaradan chiqqan suyuqlik qonning rangida bo'lsa-mu, lekin puriqi kishini o'ziga maftun qilgidek darajada xushbo'y bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: jinim qo'lida bo'lgan zot bilan qasamki, Allah yo'lida yaralangan har qanday kishi qiyomat kuni yarasidan suyuqlik eqiyotgan holatda keladi. Uning rangi qonning rangida, puriqi bo'lsa miski ambarning puriqida bo'ladi. İmam Buxoriy va İmam Muslim va boshqalar to'plagan. Adil kishilarning maqomi. Bu dunyoda adil bo'lganlar qiyomat kuni tuvandikidek katta maqomga ega bo'ladi. Ular eng adil bo'lgan Allah Subhanahu va Taoloning o'ng tarafida turdi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi:
Haqiqatan adillar qiyomat kuni Allah'ның dergahida nurdan yasalgan munberlerinin ustida Er-Rahman, yani en mehriban Allah'ның o'ng tarafida bo'ladi. U Allah'ның her iki kolu o'ngdur. Ular öz hükümleride, aileside ve özü mesul kılıngan barlık işlarda adil bolganlardır. İmam Müslim, İmam Ahmet ve İmam Nesai toplagan. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Kıyamet günü günahkar fasıklarının ahvali. Bazı müminlerini öz içine algan nurgun kişiler kıyamet günü dünyada kıygan günahlar sebeplik cezalandı. Ulanın barlık cezalarga muş yerde uçuraydıganlığı yoki kısmen cezaga şu yerde uçurab, qalgan cezaga dozaqda uçuraydıganlığını Allah subhanahu wa ta'ala bildi. Biz tövende kıyamet günü günahkarlarga berildigan cezalar hakkında toxtalamiz. Tekebburlar har halda kichikletib etiladi. Kıyamet günü bu dünyadaki mutakabbirlar ve zo'ravonlar başkalarının ularni dessep yenjishi uchun chumulidek kichikletib etiladi. Bu ularning dünya hayotida başkalarının haqqini depsendi qilganligining jazosidir. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Qiyomat kuni mutakabbirlar inson suratida, ammo chumulchilik cho'nglikda terildiriladi. Ularni her tarafdan xorliq o'rib oladi. Ondan ular cehennemdeki bu'lasa deyiladigan zindonga haydab opiriladi. Ularni devzaqlarning o'ti qorishib oladi. Ular tinyetul habal bilan, yani devzaq ahlining meynat nijosatlari bilan sug'uriladi. İmam Ahmed ve İmam Tirmizi toplagan. Şeyh Albani Sahihul Cami 8040 numar ve Mishkat 5039 numarda sahih deb bahalagan. Bu bizning boshqa musulmonlar qarta kamtar bo'lishimiz kerakligini ve o'zimizni ustun tutib, ko'ranglab qilishdan saqlanishimiz kerakligini ko'rsatdi. Zalimlar qop-qorong'ulikda qoladi. Zalimlar ve adaletsizler kıyamet günü zulmet içinde qoladi. Jabir ibn Abdullah ve Abdullah ibn Umar radiyallahu anhumalar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Zulümden saqlaninglar. Hakikaten bu dünyadaki zulüm kıyamet günündeki zulmettir. İmam Müslim ve başkalar toplagan. Zakat bermegenler ot bilen dağlanıdı. Allah subhanahu wa ta'ala bizge mal dünya ata qilsa, biz onu çoqum Allah subhanahu wa ta'ala razı bo'ladigan joylarga ishlatib, onun bir qismini sadaqa ve zakatga ayirishimiz kerak. Halbuki ba'zilar sadaqa qilsa mal dunyosi ozlab ketadigandek o'ylab sadaqa bergili unamaydi. Amaliyatda ularning bu xil pixsiqligi melining barkitini o'chirib yetadi ve ularni oxiratda qattiq azobga duchor qiladi. Abu Hurayra radiyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Agar oltin yoki kumush egillari ularning haqqi, ya'ni zakatini bermasa, qiyomat kuni uzunluğu 50 bin yılga beraber keladigan kunda bendilerinin arasida hüküm çıkarılıp, o kişinin cennetke yoki devzaq kiradiganligi aniq bo'lgan qadar oltin kumush legenda kang qilinib, cehennemning o'ti bilan qizitilib, o kişinin beqini, peshonasi ve dumbisi dag'ilib turdi. Ular sovib qolgan aman o'tda qayta qizitilib turdi. İmam Müslim ve başkalar toplagan. Uyg'urcha yaxshilar bag'chisi 1214 hadis.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu hadisning davomida to'ga, qo'y, kala qatorliqlarning zakatini bermaganlarga beriladigan azobli jazodan xabar bergan. Xiyonatchiliklar rasvo qilindi. Ba'zilar boshqalar bilan ma'lum bir ishni kelishgandan keyin va'dasiga yo'shurun xiyonat qilib, qarshi tarafni zo'r ziyonga uchirtdi. Halbuki ularning xiyonati qiyomatda yo'shurun qolmasdan jami insonlarning oldida oshkorlandi. İbn Umar radıyallahu anhuma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şundaq deganligini rivoyat qilgan. Allah qiyomat kuni dastlabkilarni va keyingilarni, ya'ni jami xaloyiqni yiqqanda xiyonatchi uchun bir bayroq tiklanib, bu paloni o'g'li palonining xiyonatidir deyiladi. İmam Muslim to'plagan. Para algıçılarının cezası. Bir iş üçün yallangan bolsa, şu hizmet arkalık öz yançıqını tomlası bulmaydı. Aldın kelişken bolsa müstesna. O şu işten qo'lga keltirgen her qandaq tapovatni çoqum özünü yallıgıçıga tapşırış gerek. Halbuki ba'zilar xizmat o'rnidan foydalanib öz nafsiga cho'g'i tartidi. Mesela öz xeridarlarını tegishlik mulozimat bilan ta'minlashdan ilgari ularning pari berishini talab qildi. Bundaq qilish islomda cheklandi. Abu Humayd as-Sa'idi radiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, bir qitim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birovni zakat yig'ishga avatgan. Andin heliqi odam zakatni yig'ib bo'lgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yiniga kelib, bu sizlarning mavla manga qilingan hadiya degan. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rnidan turib, sahobalarga xutba so'zlab, tarjimasi: "Nima uchun biz bir odamni bir ishga tayinlasak, u kelib, bu sizlarning bu manga qilingan hadiya deydi? U rostchil bo'lsa, dadasining yoki onasining uyida o'ltirib baqsin. Uningga yana bu narsalar hadiya qilinarmidi? Muhammadning jini qo'lida bo'lgan Alloh bilan qasamki, sizlarning biringlar o'zining haqqi bo'lmagan narsani olsa, mayli u bir qirab turgan to'ga yoki mo'rab turgan kala yoki ma'rab turgan qo'y bo'lsin, qiyomat kuni uni ko'tirgan holda keladi" degan. İmam Buxoriy, İmam Muslim va boshqalar to'plagan. Kafirlarning qiyomat kunidagi ahvoli. Ular tamamen ümitsizlenip ketidi. Qiyomat kuni kafirlarga beriladigan jazolar ular devzaq kirishdan burunli boshlanadi. Ular jismoniy va ruhiy jihatdan nurg'un kulfatlarga duchor bo'ladi. Ular özlerining devzaqdagi jazodan hargiz qutula olmaydiganligini tonib yetib, cheksiz ümitsizlenib ketidi. Allah subhanahu va taolo shundaq deydi. Tarjimasi: Qiyomat qoyim bo'lgan kunda gunohkorlar ümitsizlenib ketadi. Sura Rum 12-oyat. Kafirlarning ko'zlari xiralishidi va qorig'i bo'lib qoladi. Kafirlar bu dunyoda haqni ko'gili unumaydi. Shu vajidan ularga qiyomatda shuning loyiq jazo berilib, ularning ko'zlari qo'rqinishdan ko'kirib ketgan, ko'rmas holatda terildiriladi. Allah subhanahu wa ta'ala shundaq deydi. Tarjimasi: Bu sur chilindigan kundir. Bu kunda shakli o'zgargan ko'k ko'zlik, qora yuzlik gunohkorlarni yig'imiz. Qiyomatning dahshatini ko'rib, dunyoda turgan vaqti qisqa bilinganlikdan ular dunyoda faqat 10 kunni turdinglar deyish pichirlashidi. Ularning deydiganlarini biz obdan bilamiz. Aynı zamanda ularning eng to'g'ri so'zlaydigini sizlar faqat bir kun turdinglar deydi. Sura Taha 102-oyatdan 104-oyatgacha. Bu ayetden şu nokta ma'lum ki kafirlar qiyomat günideki sicil azap okubat sebeplik
o'zlarini bu dunyoda faqat bir qancha kun tug'andekla his qildi. Alloh subhanahu va taolo yana shunday deydi. Tarjimasi: kimiki mening zikrimdan yuz o'riydigan, uning hayoti tar, ya'ni xotirjamsiz bo'ladi. Qiyomat kuni uni biz ko'r qo'pirmiz. U: ey Rabbim, nimishqa meni ko'r qo'pirding? Vaholanki dunyodagi chog'da mening ko'zim ko'ratdi-ku, deydi. Alloh aytadi: shuningdek sana ro'shan oyatlarimiz keldi. Sen ularni tark etding. Sen bugun shuning o'xshash tark etilsan. Sura Toha 124-oyatdan 126-oyatgacha. Ular yüzçilep, yani yüzleri bilen mağdı. Bu dünyada kafirler Allah subhanahu wa ta'ala özlerine tavsiye qilgan köngüllük hayat şekli boyunca yaşashga unamay, burmalangan benormal holatda yashaydi. Ularning bu qiliqi xuddi puti bilan mang'ili unamay, yüzçilep mengishqa, ya'ni yüzini qadrlashning o'rniga uni xarlab, mehnat yerlarga surkab yurishga o'xshaydi. Qiyomat kuni ularning bu qilmishiga berilgan adil jazo sifatida kafirlar yüzçilep mangdiriladi. Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi. Tarjimasi: ular cehennemge yüzleri bilen sürülüdü. Sure Furqan 34-oyat. İnsanның yüzçilep mengişi bizge acayip tuyulishi mumkin. Bu haqda Anas radiyallahu anhudan rivoyat qilindi ki, bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan naq ashundaq bir savol, ya'ni inson qanday yüzçilep mangdi ne so'raganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundaq degan. Tarjimasi: uni bu dunyoda puti bilan mangdirgan zot uni yüzçilep mangdirishga qodir emasmi? İmam Buxoriy, İmam Muslim ve başkalar toplagan. Kafirlar u kuni gaz ve gaçı buludu. Kafirlar qiyomat kuni ko'r qilinishdan sirt yana gaz ve gaç qilib etildi. Ular Allah subhanahu wa ta'ala o'zlarining so'zlishi, anglishi yoki ko'rishiga ruxsat qilgan bir qancha xil ahvollardan boshqa vaqtlarda atrofdagilar bilan so'zlasholmaydi. Shundaqla bu ularning pushaymonini texama oshirib etdi. Allah subhanahu wa ta'ala shundaq deydi. Tarjimasi: kimniki Allah hidoyat qilgan ekan, u hidoyat topquchidir. Allah gumroh qilgan odamga Allohdan boshqa azobdan qutuldiradigan hech yordamchilarni topolmaysan. Qiyomat kuni ularni dum yotqizib so'ralgan ko'r, gacha, gaz halda yığımız. Ularning joyi cehennem bo'ladi. Cehennemning o'ti paslab qolsa, ularga o'tni texmi yalqinjitimiz. Sura Isro 97-oyat. Ularga zincir kishan selinadi ve ularni azoblaydigan kiyimlar kiygiziladi. Kafirlar putqollariga zincir kishan selingan ve ularni azoblaydigan kiyimlar kiygizilgan holda to'planadi. Allah subhanahu wa ta'ala shundaq deydi. Tarjimasi: ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, u kunda gunohkorlar, ya'ni kuffarlarni zincirlar bilan bir-biriga chetilib bog'langan holda ko'rsan. Ularning ko'ngliki qarimaydan bo'ladi. O't ularning yuzlarini o'rib oladi. Sura İbrahim 49-50-oyatlar. Ularning yuzlari qariyib ketadi. Bu dunyoda Allah subhanahu wa ta'ala kazzoblik qilgan va tuhmat choplaganlar qiyomatda hasrat ve numusdan yüzleri qariyib ketgan holatda terildiriladi. Allah subhanahu wa ta'ala shundaq deydi. Tarjimasi: qiyomat kuni Allohga yolg'onni choplaganlarning yuzlarini qop-qora ko'rsan. Cehennemde mutakabbirlarga o'rin yo'qmi? Sura Zumar 60-oyat. Allah subhanahu wa ta'ala'nın peygamberlerini inkar qilgan ve ularning ko'rsatmalariga qarshi chiqqanlar
qiyomat kuni bu qilmishiga qattiq pushaymon qilganlikdan barmoqlarini tishlashidi. Allah subhanahu va taala bu haqda shunday deydi. Tarjimasi: Shu kuni zalim, ya'ni kafir ikki qo'lini tishlab, "Eset, payg'ambar bilan nijotlik yo'lini tutsam-chu. Eset, palonini do'st tutmagan bo'lsam-chu. Qur'on menga yetgandan keyin u, ya'ni paloni meni Qur'ondan shak shubhisizki ozdirdi" deydi. Şeytan insonni ozdirib bo'lib tashlab etadi. Sura Furqon 27-oyatdan 29-oyatgacha. Ular dunyo hayotiga qaytarilishni arzu qilib ketadi. Qiyomat kuni kafirlar ko'z oldidagi davzaxni ko'radi va uning o'zlarining mangulik makoni bo'ladiganligini tonib yetadi. Shuning bilan ular bu dunyoga qaytarilib, Allah subhanahu va taolaga va uning payg'ambariga iymon etgan holda to'g'ri yo'lda yashashni orzulaydi. Lekin Allah subhanahu va taolo ularning yolg'onchiligini biladi va ularni bu arzusiga yetkazmaydi. Allah subhanahu va taolo bu haqda shunday deydi. Tarjimasi: Agar ularni davzax ustida to'xtatilgan chaqda ko'rsang, dahshatlik bir holini ko'ratding. Ular koshki dunyoga qaytarilsak edik, Rabbimizning oyatlarini inkor qilmaydik va mu'minlardan bo'latdik deydi. Undaq emas. Ularning ilgari yo'shirgan ishlari ularga oshkor bo'ldi. Ular dunyoga qaytarilgan taqdirdami, man'i qilingan ishlarni albatta yana qiladi. Shubhisizki ular iymon etdik degan va'dasida yolg'onchilardir. Sura An'am 27-28-oyatlar. Allah subhanahu va taolo yana shunday deydi. Tarjimasi: Agar sen gunohkorlarning Rabbining dargohida boshlarini sangiltib turganligini ko'rdigan bo'lsang, albatta qo'rqinchli holatini ko'rgan bo'larding. Ular aytadi: Rabbimiz ishning haqiqatini ko'rdik, angladik. Bizni yaxshi amal qilish uchun dunyoga qaytargan. Biz endi haqiqatan sening va'dangning haq ekanligiga ishonguchilarmiz. Sura Sajda 12-oyat. Kafirlar qiyomat kuni bu dunyodagi do'stlari va rahbarlaridan nafratlanadi. Kafirlar qiyomat kuni dunyodagi chaqda Allah subhanahu va taolaga itoatsizlik qilish va gunoh ma'siyat o'tkazishda ham nafas bo'lishgan jonjigar birodarlaridan nafratlanadi. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Bu kunda Allah uchun do'stlashgan taqvodorlardan boshqa do'stlar bir-biriga dushman bo'ladi. Sura Zuhruf 67-oyat. Kafirlar u kuni, ya'ni dunyodagi chaqlarida o'zlarini Allah subhanahu va taolaga itoatsizlik qilishga undaydigan rahbarlaridanmi nafratlandi. Ammo u kuni ozdirg'uchi rahbarlari ulardan yuz o'riydi. Dunyo hayotida ularga ergashgan kafirlar bo'lsa, o'zlariningmi aşı rahbarlaridan yuz o'rish imkoniyati bo'lishini arzu qilib ketadi. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Ayni vaqtda ergash turguchilar azobni ko'rib, ergashguchilardan ado-judo bo'ladi. Ularning o'zaro munosabati, ya'ni dunyodagi do'stligi uziladi. Ergashguchilar koshki bizlarga dunyoga qaytishga bo'lsa edi, ular bizdan ado-judo bo'lgandek, bizmi ulardan ado-judo bo'lardik deydi. Allah ularga yomon ishlarining hasrat bo'lganligini mushundoq ko'rsatdi. Ular davzaxdan chiqmaydi. Sura Baqara 166-167-oyatlar. Kafirlar qiyomat kuni fidya berib bo'lsa-mu o'zlarini qutqizishni o'ylab ketadi. Qiyomat kuni hisob berishning qiyinligini his qilgan kafirlar o'zlarining
bütün dünyanın ikki eschilik narsasi bo'lishini va shularni o'zini qutqizish uchun fidya qilib berishini arzu qiladi. Allah subhanahu va taolo bu vaqt shundoq deydi. Tarjimasi: agar o'zlariga zulm qilganlarning igidorchiligida yer yuzidagi narsalarning hammasi yana shuningdek bir hassa ko'p narsa bo'ladigan bo'lsa, qiyomat kunidagi qattiq azob uchun uni fidya bergan bo'ladi. Ularga Allah tarafidan bu dunyodagi chaqlarida o'ylab boqmagan azoblar oshkor bo'ladi. Sura Zumar 47-oyat. Zalimlar qiyomat kunidagi azobni ko'rganda o'zlari uchun eng qimmatli bo'lgan narsalarni, ya'ni mol dunyo va urug' tuqqanlarni fidya qilib berish badaliga shu kundagi azobdan qutulishni arzu qilishidi. Asli ular bu dunyodagi chaqlarida Allah subhanahu va taolo haqida to'g'ri aqidada bo'lish, Allah subhanahu va taoloning buyruqlariga bo'ysunish va cheklamalardan yenish orqali o'zini qutqizishning ko'yida bo'lish kerak edi. Shuning uchun biz bu nuqtani esimizda ching tutib, kechikmasdan, ya'ni hozirdan boshlab o'zimizni qutqizishning ko'yida bo'lishimiz kerak.